Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Kanalimizni o'pka sun'iy ventilyatsiyasi asoslariga bag'ishlangan turkumini davom ettiramiz. Oldingi darsda biz respirator mexanikaning 4 ta ustuni va kuchlar tenglamasini gaplashgan edik. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'rishni tavsiya qilaman. Bugun esa Горячев va Savin hamda Rastalnaya yozgan kitoblaridagi eng og'riqli va muhim boblardan biriga o'tamiz. O'pka sun'iy ventilyatsiyasi tufayli o'pkaning shikastlanishi, ya'ni tibbiyotda VILI, ya'ni ventilation induction lung injury deb ataladigan jarayon haqida gaplashamiz. Oq xalatni kiygan keksa ustozlarimiz bejizga bemorni o'pka sun'iy ventilyatsiyasiga ulasang, keyin undan yechib olish azob deyishmaydi. Chunki biz apparat tugmalarini noto'g'ri sozlasak, bemorni qutqarish o'rniga uning o'pkasini ichidan turib vayron qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, bu qanday sodir bo'ladi? Ko'rib chiqamiz. Kitobda o'pka sun'iy ventilyatsiyasi paytida o'pkaga zarar yetkazadigan 6 ta omil haqida aniq ko'rsatilgan. Ularni birma-bir oddiy tilda tahlil qilib chiqamiz. Birinchisi noto'g'ri namlash va gidratsiya hisoblanadi, ya'ni quruq havo. Bunga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Bu fundamental xato hisoblanadi. Sog'lom odam burun orqali nafas olganda havo 37 darajagacha isib, 100% ga havo namlanib, o'pkaga 44 mg/litr mutlaq namlik bilan kiradi. Agar bemor intubatsiyada bo'ladigan bo'lsa, bu tabiiy namlagich o'yindan chiqadi va quruq gaz to'g'ri traxeyaga yetib borishni boshlaydi. Natijada nafas yo'llaridagi kiprikli epiteliy atiga 10 daqiqada qurishni va o'lishni boshlaydi. Balg'am yopishqoq bo'lib qoladi va intubatsion naychani bekitib qo'yadi. Surfaktant ishlab chiqarish buziladi hamda alveolalar bir-biriga yopishib qolishni boshlaydi. Shuning uchun traxeyaga kirayotgan havo doim avtomatik isitgich namlangichlardan o'tishi shart. Filtrlar, ya'ni sun'iy burunlar uzoq muddatli o'pka sun'iy ventilyatsiyasidagi namlikni yetarli bera olmaydi. Shuning uchun namlantirgichlar bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi barotravma. Bu o'pka yoki bronx to'qimasining yuqori bosim tufayli yirtilishi hisoblanadi. Oqibatda pnevmotoraks yoki emfizema kelib chiqadi. Bu yerda klinik sir bor. O'pka yirtadigan narsa umumiy bosim emas, balki transpulmonar bosim gradientidir. Bu alveola ichidagi plevra bo'shlig'idagi bosim farqi hisoblanadi. Masalan, karnaychini misol olaylik. Karnay chalganda nafas yo'lidagi bosim 150 millibargacha chiqadi, lekin o'pkasi yirtilmaydi, chunki u o'z kuchni o'zi hosil qilayotgani uchun transpulmonar gradient kichik bo'ladi. IVLda esa biz tashqaridan kuch bilan bosim berganimiz uchun ko'krak qafasi rigid, ya'ni qattiq bo'lgan bemorlarda bu gradient oshib ketadi hamda o'pkani yirtib yuborishi mumkin bo'ladi. Uchinchisi volume travma. Bu haddan tashqari cho'zilib ketish, ya'ni Dreyfusning 1988-yildagi mashhur tajribasida isbotlangan o'pkaning yuqori bosimni o'zi emas, balki ortiqcha hajm kirishi hisobiga alveolalarning haddan tashqari cho'zilishi jarohatlaydi deb aytgan. Alveolar membrana cho'zilganda uning o'tkazuvchanligi buziladi hamda o'pkada suv to'planadi, shish boshlanadi. Shuning uchun bugungi zamonaviy tibbiyotda katta hajmlar bilan nafas berish taqiqlangan. Hajm doim nazoratda bo'lishi shart hisoblanadi. To'rtinchisi bu atelektat travma, ya'ni yopishib qolish, ya'ni o'pkaning bujmayishi deb ham atasak bo'ladi buni. O'pkada surfaktant ajralishi buzilganda nafas chiqarish vaqtida alveolalar bir-biriga yopishib qoladi va bu holat atelektaz deb ataladi. Nafas olayotganda esa apparat ularni kuch bilan qayta ochadi. Ochilish lahzasida hujayralar o'rtasidagi suyuqlik ko'prigi uziladi hamda juda katta energiya ajralib chiqib, pnevmotsitlarni, ya'ni o'pka hujayralarini yorib yuboradi. Har bir nafasda alveolalarning yopishib ochilishi o'pkani ma'lum qism to'qimalarini o'ldirishni boshlaydi.
Buni himoyalashning yagona yo'li to'g'ri tanlangan PIP, ya'ni nafas chiqarish oxiridagi musbat bosim hisoblanadi. Mana shu nafas chiqarish oxiridagi musbat bosim ham alveolani ichidan bosim bilan ushlab turish hisoblanadi hamda o'pkalar o'sha alveolarni yopishib qolishidan saqlaydi. Keyingisi biotravma, ya'ni ichki zaharlanish hisoblanadi, ichki zararlanish hisoblanadi. Yuqoridagi mexanik shikastlanishlar, volumetravma, atelektor travma natijasida o'pka hujayralari o'lishi bilan qonga va alveolarga juda ko'p miqdorda yallig'lanish mediatorlari chiqib ketadi. Bu tizimli yallig'lanish reaksiyasi sindromi SIRS ni qo'zg'atadi. Natijada poliorganik yetishmovchilik rivojlanadi. Ya'ni agressiv o'pka sun'iy ventilyatsiyasi nafaqat o'pkani yirtadi, jarohatlaydi, balki butun organizmni biologik zaharlaydi. Keyingisi kislorod toksikligi. Ya'ni erkin radikallar hujumi. 100% toza kislorod laboratoriya hayvonlarini 48 soatda o'ldirishi isbotlangan. Ko'pchilik kislorod qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi deb o'ylaydi, lekin yuqori konsentratsiyali kislorod miyada va o'pkada vayron qiluvchi erkin radikallarni paydo qiladi. Shuning uchun kitobdagi oltin qoida: nafas aralashmasida kislorod 60% dan past bo'lishi nisbatan xavfsiz hisoblanadi. Bemor barqarorlashdimi, darhol kislorod foizini tushirishga harakat qilish kerak. Xo'sh, bu ma'lumotlardan keyin biz reanimatologlar qanday xulosa qilishimiz kerak? IVL apparatini shunchaki havo haydaydigan kompressor deb qarashni yo'qotish kerak. Bemorni ulagandan keyin birinchidan namlangich suvni haroratini tekshirish kerak. 37 daraja atrofida bo'lishi kerak. Ikkinchisi, transpulmonal bosim oshib ketmasligi uchun bosim chegaralarini sozlash kerak. Keyingisi, alveolar yopishib o'lmasligi uchun, ya'ni atelektaz bo'lmasligi uchun va atelektazdan ochilayotgan vaqtda zararlanmasligi uchun adekvat PIP qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va imkon qadar kislorodni 60% dan yuqorida ushlab turishimiz talab qilinmaydi. Pastroqda ushlab turishimiz talab qilinadi. Mana hamkasblar, kitobni 1.3-bobidagi Vili, ya'ni o'pkani sun'iy shikastlanishi, mana shunday fizika va biologiya qonunlari ustiga quriladi. Bularni bilmaslik klinikada og'ir oqibatlarga olib keladi. Bu turkumimizning ikkinchi videosi edi. Agar keyingi darsda, 3-darsda bizni davom etishni xohlasangiz, like bosing, obuna bo'ling, do'stlaringiz bilan ulashing. Ikkinchi qismga, keyingi qismda biz 3-darsda Amerika respirator terapiya assotsiatsiyasi Chadburn tasnifiga ko'ra IVL rejimlari asliga nechtaga bo'linishi, trigger cycle mantiqini o'rganamiz. O'shanda hamma tijorat nomlarining asl yuzi ochiladi. Ya'ni qanaqa nomdagi IVL apparati bo'lishidan qat'iy nazar biz rejimlarini moslashtira olamiz. Kanalga obuna bo'lishni, videoni ordinator hamkasblaringizga ulashishni unutmang. Savollar bo'lsa, izohlarda qoldiring. Keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling.